Voy, tinchlikmi? kimni izlaysiz? Siz Abdulla aka bilamsiz? Men Sardar. Ha. Qandaq o'g'lim ahvoling? Qachon yo'lga chiqsan? Tayyorlig'ing putgan-du? Putdi aka, bugun yo'lga chiqaman. Yaxshi, undaqda yo'lingga qarayman. Hamma shundoq bo'lsin. Dadisi, kimkan u? Mening kichik vaqtimdagi og'inam Umarning o'g'li Sardar. Rahmatli og'inam nihoyat yaxshi odam edi. Sardar hozir opasi bilan birga turyapti. U mendan muqam o'rganish uchun aloyitan ko'rlidan bu yerga kelmoqchi. O kichik edilla muqamga bak qiziqatdi. Aras opasi Saydaga aytib qo'y. U hujrasini tayyorlab qo'ysin. Sardar shu yerda tursin. Ma'qul, men hozirla chiqib o'rinlashtiray. Sayda, nima ish qilyapsiz qizim? O'rganish qilyaptim. O'rganish qilyapsiz? Shundoq appa. Tugudimi? Sayda, uyga bir mehmon kelmoqchi qizim. Sizning hujringizda turmoqchi bo'ldi. Shunga vaqtincha yandagi uyda turamsiz. Nima? Mening uyimda turamdi ekan. Undaqda men nerda turaman? Bo'lmaydi, appa. Undaq deyman qizim, mehmon emasmi? Mehmon degan uyning barakati, mehmon bo'lgandan keyin obdaroq kutib olmasak bo'lmas. Men bu uyni bek tasdi yasagandim. Bo'ldilar, balalik qilma. Men yasish pasam bo'lmadimi? Shundoq bo'lsin amsa. Hujringizni raklab qo'yib, men chiqay. Ha? Gap baqsinchi o mehmon. Bu uyimda 2 kun turg'izmayman.
yangi xabarkan. Ha. Nima ish bo'lib ketgan bu? Qaramamsa. Ma'u cho'tex. Kimdi? Abdulla akaning uyimi shumi? Ha. Hadi men sizlarni oxir topdim. Oy. Qani uy kiram. Ma'qul. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Bu uyni qandoq deb kelding? Siz dapaga adres bo'yicha deb keldim. Ha. Qani, o'lta. Ma'qul. Qandoq o'g'lim? Yo'lda jabot tatmagansa? Yaqay. Kiyimingni almashtirib, yuz-ko'zingni yuvib ol. Sal turib tomoq yeymiz. Sayda, Ha. mehmonni uyga boshla. Ha, mama. Tur o'g'lim. Men bilan yuring. Mana bu siz turdigan uy. Ha. Bu sizning hujrangizmi? Ha. Vah. Sizga yorg'a o'xshamandi. Shundoq. Siz Abdulla akaning qizimi? Hı. Pek chiroyli ekansiz. Rahmat. Sardar kirmaydi-ku. Nimaga aldiraysiz? Endi kira. Ocan. Oy. Bo'ldi bas. Choyingni berib o'lta. Ala o'g'lim, tamoq yegin. Turib tur. Sening tamoq yeyish emasligingni sal turib belgilaymiz. Bo'ldi qiling-a, uning qo'zig'i echib ketdi qichon. Yo'q. U muqam o'rganish uchun Ko'rlidan aloydan keldi. Men uning bir anasi o'rganish qizg'inligining qanchalik ekanligini ko'rib boqmoqchi. Qani, ayta. Hey gülüm sen bir gül lale, üstümde oldun divane. Günlerim senin için avare, yalnızım sevgilim yegane. Hey gülüm sen bir gül
Qiynama kel yarim. Voy. Әмді ғой ейсен бола? Yaxshi. Yesang bo'ladi. Men muqamga barlig'imni berishlig'an. Muqam mening barlig'im. Muqamni saqlab qolish uchun sana o'xshash talant egalari kerak. Sening xeli talanting bor ekan. Yolg'onchilik ko'ngilni g'ash qiladi. Chin hissiyat bilan aytgan naqsha odamning ko'nglini oladi. Sen chin dilimdan tirishsang, men sana chin ko'nglimdan o'gitaman. Sizning o'qitish haqqingizni Men muqamni pulga sotmayman. rahmat sizga Abdulla aka. Bugun dadam mendan cho'qim xush bo'ladi. Agar sendan bir narsa talab qilsam, vaqti kelganda sana o'zim deyman. Sen muqamni yaxshi o'rganay desang, har tarafdan izlanishing, uni tushunishing, uningga cho'nqur cho'kishing kerak. Biz Uyg'urlarning 12 muqamimiz tepilmas qimmatli go'har. Uni qadrlashimiz to'limi zarur. To'g'ri, gapingiz to'g'ri bo'ldi. Men muqam anglasam, xuddi nurg'un narsalarni tepib olgandek, shirin islarga cho'maman. Uyg'ur muqamshunoslarimizda bakmi faxrlanaman. Shundaqmi? Haras, qarang. Men o'rganish uchun bu plastinkani setib olgan edim. Buning muqovisi qani? Tangay, muqam o'rganish uchun plastinka setib olatdim desa, u do'konchi oldi kayniga u yoq-bu yoqqa qarab o'tdi. Yaxshi gap so'z uka. Menda eng yaxshisi bor deb mushni aytdi. Buni qanchaga olding? 5 yuan. 5 yuan? Ha? Nima degan arzonchilar? Hamma plastinkalarning bahosi shunaq arzon bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi? U do'konchining yana lozim bo'lsa kelavering. Endi kelsangiz texnik tushirib beraman deyishlaricha tex. Bo'ldi, bas so'zlama. Bu qandoq bo'lg'ini? Sen mo xijil bo'lmay, mushu gaplarni qilyapsan. Bilamsan. Mushu plastinkadagi muqamlarni muqamchilarimiz qancha kechalarni uyqusiz o'tkazib, har tarafdan izlanib, Uyg'urlarning muqamini yo'qotib qo'ymasligi uchun o'zini unutgan holda tirishib, Uyg'urlarning madaniyati aks ettirilgan suratlarni ishlab, uni bir obdan chiroyli muqovilab, qopqa silib, tutkizib qo'ysa. Amdilikda bu plastinkani qonunsiz ko'chirib, ularning tatgan jafosiga, amgakiga hurmat qilmasdan, kichikkina foydani ko'zlab, o'z millatining qon ter badiliga kelgan bebaho go'harni mushundoq to'kmi qilib setishdan numus qilsa bo'lmaydigandir. Yuqoridan bekitib bergan baho bo'yicha sotsa, acaba bu plastinkalarni birasi setib olmasmi? Sen texi xijil bo'lmay, mushu qonunsiz ko'chirilgan plastinkani ko'tirib kelib, menga ko'z tuvatsan. Buningdan keyin qat'iy bundoq qiluvchi bo'lma. Bundoq ahvolga yo'liqsang, aksicha tarbiya berishing kerak. Bundoq qilish axloqsizlik. Sen texi muqamni to'liq tushunmaysan, o'g'lim. Kechiring aka. Men plastinkaning arzonligini o'ylab, boshqasini o'ylab yetamabdim. Buningdan keyin cho'qim tuzdim. Siz deganda qilaman. Ata, men bilan sahroga berib, ularning milliy soz, usul, turmush odatini ko'rib kel. Shu chaqda muqamga bo'lgan ko'z qarashim teximi oshidi. Bu sana amaliy tajriba. Ma'qul, deganingizdek bo'lsin.
To'g'ri, gapingiz to'g'ri bo'ldi. Aras, Sayda bir narsa setib olg'ili bozorga chiqaman degan edi. Sen berib yordamlashgin. Bag'il. Ma'qul. Hey, men sana chiqatim dedim, ha? Yana gap anglamaydi. Hey, gap qila. Hey. Hey, ishingni qila. Ko'p kunduzda ammiyi so'rida mushnaq batqil qilamsa, sening o'g'il bola degil bo'lamdi. Qizlarga qo'l ko'targanlik shuncha ular cho'ng ishmikan, ha? Qo'l ko'tarsam o'zimning qiz do'sti. Sening nima qaring? Hey, Sardor, To'xtab tur. Nima? Bu yoq sening qiz do'stingmi? To'q qildi. Sen bu qiz bilan urush qilib muhabbatlashganmiding? Yurishning oldida tatbiq so'zlar bilan keltirib olgan bo'g'iydan aqachar. Amdilikda qiz do'stingni asrash, qadrlash u yoqda tursin. Mushunda urib tilisam bo'lamda? Agar haqiqiy o'g'il bola bo'lsa, qiz do'stingni asra, uni qadrla. Muhabbat deganni qadrlagan siri, unda qimmati bo'ladi. Menga Sayda, mayli. Kechiring.